Assalamu alaykum, kanalımdan yaxşımı? Men sizlarga bugun nihoyat qulay, oddiy tayyorliqli bo'lgan yeyishlik simit qilmoqchi, ya'ni sizlar bilan o'rtoqlashib keldi. Bu mening qo'rib olgan simit, ya'ni arab simit deydi buni. Susam kunjutni qo'rib oldim, oq kunjutni. Ama lekin bu bir qachongi men 3-4 qo'shiq atrofida üzüm pekmezi qo'yman. Ben 3 qo'shiq üzüm pekmezini qo'ydim. Endi men su aralashtirib, buni bir aralashtirib olaman. Buni bu bo'lmay qolsa madan suvi qilsam ham bo'ladi. Madan suviga chilab qilsam ham bo'ldi. Men pekmezi qildim ustiga surkash uchun. Mana mushabatda bo'ldi. Bunun ichiga labni peynir ishlatdim. Sizlar kaşar peynir ishlatsanlar, biz onu halqa peynir ishlatsanlar bo'ldi ichi uchun. Men buni aralashtirib oldim. Endi men mana bu milföy hamurini içip uzunca qisqa no'g'uch bilan yoyman. Bu holatda keladi milföy hamuri. Men buni hozir uzunca qisqa no'g'uch bilan ochaman. Mana bu holatda bo'ldi. Endi men bir chatalda tushga etib bunun ichiga mana labni peynirini o'zingni xohlaganini qilsanglar bo'ldi. Men labni peynir ishlatdim. Bir qata surkidik. Mening bolalarim men mushu labni peynirini yaxshi ko'ramiz. Qanday o'zingni xohlagan qaysi peynir ishlatganlar kelsa bo'ladi. Bo'laverdi ya'ni. Mushu holatda surkaysizlar. Oddiy simit bu, eng oddiy. Buni oldi tarafga qatlaymiz. Shunda holatda yumaloq halqasi mana holatga kiramiz. Ko'ringlarmi? Endi buni shunda qilib turib mana yumaloq holatga kelib bu ikkisini chaplab etamiz. Mana bu holatda chaplab etib hammasini bu holatga tayyor qilib olamiz. Endi biz bu tayyorlab olgan simitimizning ustiga buni surkab turib, mana hammasiga tayyorlab olgan pekmezininki surkaymiz. Surkab olgandan keyin endi buni biz nimaga susamga chumurab fırınga tizimiz. Moşalette. Şuna moşunda. Oradaki. Moşalette. Hemen okşaş kılımız. Mana moşalette men 8 ta sizib aldım. Bunu men hazır 180 gradusda 20 minut 25 minut pişirip olaman. Mana köygün oladek naiti çaylık pişip oturdu. Mana köygün oladek 180 gradusda yarım saat 25 minut tarafında pişirdim. Bu holatda bizning simitlerimiz tayyor bo'ldi. Mana bizning simitlerimiz tayyor bo'ldi bu holatda.